Marina, Koya, Lidra, Sazanbay, Taras, Rina. Kelinglar. Olmos keldim mana. Sen yetim emassan. Bu shunchaki film emas. Bu o'zbek xalqining bag'rikengligi, mehr-muhabbati va millatlar o'rtasidagi do'stlikni ekran tilida muhrlagan umrboqiy asardir. Oradan yillar o'tdi, ammo undagi qadriyatlar bugun ham eskirgani yo'q. Chunki chin do'stlik na vaqt, na masofa, na millat tanlaydi. 30-iyul xalqaro do'stlik kuni munosabati bilan o'tkazilgan Do'stlik festivali esa bu qadriyatlarning bugun ham hayotimizning ajralmas qismi ekanini yana bir bora namoyon etdi. Festival ramziy ma'noga ega maskan, Yangi O'zbekiston bog'idagi Mustaqillik monumenti poyiga gulchambar qo'yish marosimi bilan boshlandi. Bu nafaqat tarixga hurmat, balki bir vatan ostida yashayotgan turli millat vakillarining birdamligi va hamjihatligiga ehtirom ifodasi bo'ldi. 130 dan ortiq millat va elat vakillari yashayotgan O'zbekistonda do'stlik bu statistika emas, u har kuni ko'chalarda, maktablarda, mahallalarda va oilalarda yashayotgan qadriyatlardir. Balki shuning uchun ham Sen yetim emassan filmi oradan yillar o'tsa-da, tomoshabin qalbiga ko'rsatadigan ta'sirini hanuzgacha yo'qotmagan. Chunki ekranda shunchaki kartina emas, balki o'zbek xalqining qalbi aks etgan.